Suvga solib keyin ham qatirib ko'rsatishimiz mumkin. Mana. 3 ta rejim bor, udar rejimi. 13 patron katta sevirlar ketadi, 2 ta skorost, 2 ta batareyka komplektatsiyada qarang. Bыстрый zaryadka, 2 ta batareyka, mashlar Kompyuter 2000 rubl. Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Bugungi videorolikimizda mana shu Umid Aynani bugun hech mana shu magazinda boshlab turib bunday katta aksiya qilmagan ekan. Mana shu aksiya nima desangizlar, qo'lingizga aylantirib ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda ham arzon aksiyalari bor. So'rashmang bir qisqani. Assalomu alaykum aynalar, aka-ukalar, Guliston TV'ning podpисчиклari. Men tanam qolmasa kerak. Ko'p video qo'yganmiz-da. YouTube'ga videoni. Mana birinchi kirib keldim, o'zir gapingizni bo'ldim. Mana shular meni e'tiborim tortdi-da. Bu nima? Bu dastavka Tojikistonga, bu dastavka. Ha, Tojikistonga dastavka qilasiz. Siz bilasiz, Telegram kanalda ham silkaga qo'ysangiz, chunki har jukni jo'natayotganimizda, artayotganimizda kim qanday nima voqealar bo'lyapti, Telegram oson-ku. Aha. Bitta videoga qo'yib ne so'm jibatyapsizlar jukni? Kilosiga 100 so'm. Kilosiga 100 so'm. Naboda keyin bu yerda mana bunday qo'yganmiz. Buni o'zi kamashlarimiz 1 yildan ko'p bo'ldi. Jo'natamiz. Manziligacha. Manziligacha. Sinib qolsa joyiga pulni beramiz. Video qo'yishdan maqsad nima deydi? Qochib ketmasin. Zo'r bitta yangiligimiz bor, videoni oxirigacha keling. Nima deydi? Hali bunday aksiya bo'lmagan. Men shuni eshitib keldim. Akajonga bir вообще hech mana shu magazinda ochganimdan beri bunday katta aksiyani qo'ymaganman dedi. Bu nima desangizlar, nima bo'ladi shu? Sizning kelishingizga birinchidan yangilik. Biz ham ko'ryapsiz, hamma narsa bor. Magazin katta, men kolичествосini qarang. Mana endi bu yerda bir narsaga e'tibor berasiz, kolичествосini qarang. Bizning hamma video shurpab yotma deydi-ku. 4 kunlik aksiya qilaman. Bundan keyin nasib qilsa 2 kun 3 kundan keyin kelasiz. Nabor, lazer, zo'r narxga tushirib qo'yaman. Faqat mana shu o'zimizning xalq nima deydi, qo'llab-quvvatlab tursa, 4 kunda ado bo'lib ketaman. 4 kunda shu oyda sotalayman degan savol bo'ladi-da. Bu yerda men kanalimda qo'yiladi. Maqtanishimizlarga 70 necha mingta bor, ko'p odam ko'radi. Bu yerda Akbar usta bor, o'zim shogirdim, 30 mingdan ko'p podpисчиga. Haqiqatan ado bo'lib ketadi. Jugurib kelib bizdan oling, ya sizga jetmay qoldi deyish maqsad emas, haqiqatan foydalansin. 3000, 3,5 mingdan 2 mingga qo'yaman. Zo'r, men endi ishlashini ko'rsatayin. Ha, demak siz mana bu makita ekan. Makita original emas. 2 mingga qo'ymoqsiz. 2 mingdan qo'yaman. 6 oy garantiya beraman, chunki uje 2 mingtadan ko'p sotganmiz. 2-yili, o'tgan yil Sherzod bloger kelganda, birga tayna kelganda uje proverkadan o'tgan, garantiyasi ham bor. Ishlaydi, ya'ni komplektatsiyaga e'tibor beramiz, qarang. Buna qarangizlar, Umidayni shunday ko'p ko'ryapman-da. U nerda ham bor ekan? Klientlar tekshirib ko'raman deyman. Kimdir ishonmasa, biz shunday sharoit jaratib qo'yganmiz, xaliganda ishlatib ko'radi-da. Kimdir ishonmasa, xaliganda. Mana bu tomoshabinlarga buni masalan bittasini ko'rsating qarang. Suvda ham ishlaydi. Datchigi bor, o'zi batareykaning zaryadini ko'rsatadi. Shurpab yotimiz. 3 ta rejim bor, udar rejimi. 13 patron katta sevirlar ketadi, 2 ta skorost, 2 ta batareyka komplektatsiyada qarang. Bыстрый zaryadka, 2 ta batareyka, mashlar polni komplekt. Novaro качественный variant emas. Shurpab yoting o'zi zo'r ishlaydi. Batareykasi yaxshi, 2 ta batareykasi. Ko'rsa, shunday kompyuter 2000 rubl. Voy, kimdir bunday arzon qilsa, kimdir lekin samliyotgan qoladi-da. Shu aytyapman. Garantiyasi bor. Bemalol. Qana demak birinchi qatir ko'ringlar shuni. Birinchi qatir oldin suvga solib keyin ham qatir ko'rsatishimiz mumkin. Mana. Mana hozir kamera. Mana siz. Bu toza yerda bir tanlayman. Kuyib qolmaymi? Yo'q, kuymaydi. Kirshotka, takansa qo'yamiz. Tak, sevirlar. Oxirsiga borsa to'xtat. Bu samarazga kimdir ana bo'lsa, men bunday sevirlarni ham teshib ko'rsatib beramiz katta. Buni shunga jetadimi? Jetadi. Buni mana endi hech kim ishlatmaydi. Kimdir buni ko'rsatishdan maqsad mikser qilib ishlatadi-da buni. Buni Telegramga o'zi joylashtirib qo'yib qo'ygan mana mikser qilib ishlatyapmiz deb. Maydag'ana nima shuni qatirlar. To'xtab qolgan yo'q. Dakansa tekshirib o'tirishimiz shart bo'lsa kerak.
Videoni cho'zib berishim shartimiz aynan. Demak, aksiyalardan pul bor. Xullas 4 kun muddatda mana shu aksiya amal qiladi ekan. Mana shu kampilik buni ko'rib turibsizlar. Mana bir suraka nechta bor bu yerda? 400 dona. 400 dona bor ekan, 2000 rubldan. Kimki olaman desa, kelib mana shu yerga olib ketasizlar. Bugun necha chislamiz? 19 mi? Bugun 19 ekan. 19 bo'lsa 4 kun 20 necha kun? 23 kun. Ha, mayli 24 gacha. Aha. Ondan keyin kimdir kelsa 2,5 ming bo'la xafa bo'lmay. Videoga tushunarli bo'lsin-da. Boshqa partiya keladi, lekin narxi boshqa bo'ladi. Prosta qo'l nima deydi, uspet qilsa foydalansin, nima deydi. Buni sharoit jaratdiqda 4 kun 5 kunga uspet qilamiz. Bu yerda qarang, bu yerda keyin moshina lazerlari bor, komplektda 1,5 metr oyoq. O'zingiz ustiga chiqsangiz ham ko'taradi. Mana videomiz cho'zilib ketadi-yu. O'zi shundan ma'lum ekan. Bu 5 ming, 4,5 ming, misol uchun varianti ko'p. 2,5 mingga 25 xil lazer bor-da, turi ko'p. Necha so'mdan boshlanadi, necha so'mgacha boradi? 2,5 mingdan boshlanadi ta 12 ming rublgacha. 25 ga. Keyin nima shurpoyotlar, azigidek xuddi suvga ishlaydi, orqasida balg'asi bor. 2500 rubl. Komplekt e'tibor bering. Komplektda bitta, ikkita batareyka, polni, keyin 4 minglik varianti bor. 3 minglik varianti bor. Shu komplektda shu bitta mita, pirchetka, ikkita akkumulyator, 3 mingga ham bor. Moshina, qo'y mashinka bor. Zo'r bo'lsa 6,5 ming, arzonrog'i 5 ming. 3 mingga, 4 mingga elektrosepnoy, to'klik. Bolgarkalar bor, misol uchun 3,5 ming, 3 ming narsa ko'p. Mana bu yog'i endi sverka. Sverk 11 ming bo'layotgan narxlar. Men narxda skidkani aytaman. Aka-ukalar yana kelib Seroga katta akalarimizga knopkamon zavod bo'layotgan benzopilar ham chaqirib qo'yganmiz. Bemalol bir bo'lsa zavod bo'ladi. Ichkarida zavod qilmaymiz. Kattalikda juda ko'p narsalar bor ekanda. Hali mana tarafiga o'tsak, fanarik-mi, solnishni batareykaligimda televizor 3 kunga to'g'izayotgan. Keyin generatorlarimiz bor. Mana generatordan men bittasini ko'rsatib qo'yay. Adaqda kattalari bor. Mana 13500 da bular 3 kilovat 2 yil garantiyasi bilan maslasi отдельный ikkita 220 rozеtka 13500 kilosi 37 kilo 100 rubldan bo'lsa расчетni oladi. Polni uyga ketyapti Tojikistonga. Uygacha olib berasiz, ha? Uygacha olib beramiz. Hatta boshqa firmalar ham bor. O'ylamasin yana bitta poddelka makitani qo'yib qurib maqtab yo'q, boshqa qimmat variantlari bor. Misol uchun 4 mingga deymi, 6 mingga deymi, keyin yerda Filmaxlar bor 11 mingga. Hamma xil kimga qanday kerak sharoitdan chiqib garantiyasi bor. Kelsa tushuntiramiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilib bolgarkalar kattasi, maydasi farqi yo'q. Original makita deymi, любой xil nima deydi. O'zi kelsa nima deydi? Yoki bo'lmasa telefon qilsa bachalar suratini taylaydi. Boshqa yerda qancha turibdi, bizda qancha turibdi kelaveradi. Nasib qilsa samag'lam bizning niyat foydalansin aylar xalqimiz. Mana shu shurpoyot 2 minutdan keyin 2-3 kunda yangilik bo'ladi. Zo'r yangilik. Mana naborlar bor-ku. Hozir ko'rasiz narxini. Mana naborlar e'tibor bering, qarang. Narx qancha turibdi? Misol uchun qancha bo'lgan? 3 ming bo'lgan, 2,5 ming bo'lgan. Sizga bitta yangilik qilamiz. Iminoy sizning kanalingizga. Endi 100% va'da beramayman. 90% nasib qilsa 2 ming qilaman mana shuni. 6,5 kilo. Shu aksiya bo'lajak qidas, значит. Mano kommentariy yozsin. Video zo'r prosmotr bo'lib tarqatsin gruppalarga shurpoyotimiz qo'llab-quvvatlasin. Nasib qilsa men 100-200 ko'pab kelib, arzon qilib qo'yaman. Mana shularni 3 xil variantini 2 mingdan qilamiz. Nima qo'yamiz bir 5 mingga misol uchun. Bu o'zi katta variantlardir buni. Firmani qo'ldan kelgancha 4-5 narsa 2-3 kunda yana yangilik bilan nasib qilsin. Xo'p, jigarlar, men bitta narsani aytmoqchiman-da. Bu insonda o'zining YouTube kanali bor, yana boshqa kanallari bor. Ishi xudoga shukr jirishib ketgan insonlardan. Biz kelib reklama qilyapmiz, mana shundan xalqimiz foydalansin deyapmiz. Bunday qanda tufti narsalar yo'q bunday qanda. Eng arzon narsa faqat shundami degan fikrga borib qolmanglar. Mana shu ishlayverib xalqni cho'ntagiga nimani ko'taryapti, nima qilyapti, shu xalqqa qarab muomala qilib boragan. Qimmatsi desangizlar, qimmatsi ham bor, arzon desangizlar, arzonsi ham bor. Faqat shu padishkani qilingizlar. Mana shu inson endi ochqanda yetishga tarafda, maydaroq magazin bilan bunday kelib shuncha obod bo'lyapti. Ne kadar xalqqa foydasi tegib boryapti-da. Shu videoni tarqatib qo'yingizlar. Agarda shu video aytganidek tarqalib bir yaxshi prosmotr olib qolsa, mana shuni 2000 olib qilaman deyapti. 82 ta, 104 ta. Hozir ham o'zi aksiyada turibdi ekan, 3000 bo'lgan ekan, 2,5 ming qilib qo'yibdi. Mana shuni vaqtida 2000 qilib to'layman deyapti. Mana shunday naborni qarang. Ichida nimalari bor? 2000 rubl. Agar Tojikistonga jo'nataman desa, shu necha kilo vazn chiqadi? 6,5 kilo, 6 kilo deb rashodda 6 kilo deb chiqadi. Voyaqa borgan taqdirda ham turmaydi-da. Ha, o'zimizga keyin bu yerning kachisi
Bizda tushuncha bo'lish kerak-da. Kelgan odam aytish kerak. Uyga ishlaymi, o'zi ishlaymi. Mana naborlar servisga bo'lmaydi, birontasi. Servisning varianti bor. Bu yerda tushuncha bo'lish kerak. Nima xohlayapti? Kачественно desa bor. 10 mingga boring, mana pastda bor. Kamerachimiz ko'rsatib qo'yasiz. Mana servis naborlar bor-da, misol uchun. Baquvvat. Baquvvat. Buga garantiyasi ham bor. Agar uyga aytadi, "Ayna demay olaman" deydi. O'zim ishlayman deydi. Ustidan bosib, lom qo'yib sindirmayman desa, bunlar bo'ladi. Yo'q, servisga desa, mana bunalar. Shu yerda shuning uchun hamma xil variant bor demoqchiman. Maqsadki, shurpavertam shu 2000 ga emas, 20 minggacha bor. 2000 lik pul hammaga to'g'ri kelib ish beradi. Uyimda abadiy qoladi desa, unda bir normallari ham bor. Perforatorlar aytaylik. Bo'sh podelkalar bor. Biz buni bilan jashirayotgan sekret yo'q. 3000 ga, 4000 ga, keyin 6000 ga garantiyalik perforatorlar. Bular ham ishlaydi, lekin bunaqa odam xursand. Kep, bundan 100 ta sotsak, bundan 10 ta sotamiz. Mana shuncha darajada farq qiladi. Bular 4,5 ming ruble. Bu podelka, buning originali bor 15 ming. Spesialni qo'yganmiz, что tushunsin. Maqsad allab sotib baraka topsin. Bizda ham brak chiqadi, bizning instrumentlar ham buziladi, bizga ham olib keladi. Bu texnika. Birin allab turib, "Davay kelinglar, bosinglar" deyish emas, foydalansin. Biz mana shu nimadir qo'limizdan keladi. Shurpavet nima deydi? Shu narsa. Bunda mumkin sizlardan shunday oldingiz shunday yaparsiz, ishlamay qolsa, o'zi garantiya aytib o'tiribdi. 6 oy qancha garantiya berdi? Almashtirib beramiz uni. Almashtirib berasiz. Bundan sluchi bo'lib qoladi. Instrumentda xudoga shu kelsangizlar, biz sizlarni buni aytganida deb aldab buni chaqirib olishamiz. Kelasizlar, ko'rasizlar, garantiya berib sotyapti. Haddan tashqari maqtab berishimiz, bor narsani aytyapmiz. Shu videoni sizlardan yana bir marta iltimos qilamizki, tarqatib qo'yinglar. Shu videomiz natija bersa, bundan juda xursand bo'lamiz. Kimdir qiziqib nima ekan desa, o'tsin bizning kanalga silka qo'yamiz kommentariyaga. Kanalga o'tsin. Kommentariyaga YouTube kanalini qo'yaman. O'zi postoyanli video qiladi. Telegram kanallarni qo'yaman. Bu Tojikistondan ko'rib turib, nimalar bor ekan degan savollar bo'lsa, shunda Telegramlarga taylab qo'yadi, как magazinday xabar, to'g'rimi? Ha. Shu yerda ko'rib, xohlasangizlar uyga jo'natasizlar, xohlasangizlar o'zingiz olib ketasizlar. Birinchi yangilik ko'rasiz, Telegramda chiqadi. Nima deysiz? Biz xayrlashamizdan. Jonlaringiz omon bo'lsin, e'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Kutib qolamiz 2 kundan keyin sizni. Nasib qilsa keyin yangiliklar kutingizlar, like bosingizlar.